Lushin Efendi'nin hikayelerini o'qib baqqanlar bormi? Lushin Efendi de Jungo bugungi zamon adabiyoti yozuvchilar ichidagi eng dangliq, eng munavvar, eng mo'lusulluq yozuvchining birisi. Hamda Lushin Efendi 1881-yili 9-oyning 25-kuni Jejang tug'ilgan. 1936-yili 10-oyning 19-kuni Shanxayda vafot bo'lgan. Hamda Lushin degan bu taxallusi haqiqiy ismi emas. Kichik ismi Ajang, asli ismi Zhou Jiangshou, keyin ismini Zhou Shuren deb o'zgartgan. Endi shu 1920-yilgi shu vaqtlarning o'zida avtor Lushin taxallusi bilan nurg'un asarlarni yozgan. Masalan, AQning haqiqiy tarjimali, Dora, kichikgina bir ish, Savdoy xotirasi, O'rdak komediyasi qatorliq. Shunami? Hem bu Lushin Efendi'ninki hem de bu Lushin taxallusidan boshqami bir qancha taxallusda nurg'un asarlarni shu vaqtning ichida yozgan, e'lon qilingan. Hamda bizga bakarak mashhur, bakarak tunishidan ama shu Lushin taxallusida yozgan, men bayardigan bir qancha asarlar bor. Hamda Lushin Efendi o'z vaqtida, yosh vaqtida bir yaxshi fursat bilan Yaponiyaga chiqib, meditsinada, ya'ni doktorlikda o'qigan. Shu vaqtimizda hamda Dora hikoyasiga o'xshash bu Lushin Efendining dadisimi ashundaq bir an'anaviy qala qo'rapatlik idis davolash bilan o'lib ketibdi. Shuning bilan bu Yaponiyaga chiqib, meditsinada o'qib, men qaytib kelgandan keyin o'z xalqimni eng ilg'or davolash texnikasi bilan davolayman, xalqimning kasalini saqaytaman deb bo'lgan. Lekin yenib kelgandan keyin bu Yaponiya, endi shu vaqtning o'zida taraqqi bo'lgan bu Yaponiya, Yevropadagi shu davlatlarning idisi, bu yerlik xalqlarning turmushi buni tushungandan keyin to'xta, men bu yerlik bu xalqning kesilini emas, oldi bilan idisini davolasam bo'g'dak. Xalqning haqiqiy kasal bu tan jihatdagi kasal emaskan, uni davolab tugatgilim bo'lmoqdak. İdiyisideki keselini ben tazlımsam, şunu davalamsam, bu bek etinçlikке dep, qo'lidagi ukul jinglisini tashlab, o'rniga qalam olgan. Şunun bilan bu yerga Lushin Efendi rasmiy ijodiyatga kirishib, nurg'ulg'an yaxshi asarlarni yozgan. Hamda bularning ichida AQning haqiqiy tarjimaligi degan bizga nihoyat tunishliq. Burun o'tir maktab darsligidan batib, nurg'ullarning isida bor, ham isidan ko'tarilib qolgan. Nurg'ullarda o'qimaydigan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerga AQning haqiqiy tarjimaligi deganni asli birinchi nusxadagi Chuqan nomli hikoyalar to'plumining ichidagi eng to'liq nusxasini, 9 boblik eng to'liq nusxasini mashqadi kitob darsxonasiga akeldim. Bu jami 5 qism. Mening o'quvnim ham 5 qismga bo'ldim, 100 minutdan ortiq. Ya'ni 1,5 soatdan ortiq anglaysizlar degan gap men uchun. Bu do'yinni yo'llashning imkoni yo'q bu 100 minutlik narsani. Shuning uchun shuni yoqtiradigan bir anglab baqaydigan do'stlar, qadi kitob darsxonasiga kirib, mana AQning haqiqiy tarjimaligi degan anglab baqsanglar bo'ladi. Uning keyinda buningga yaxshi baho berilib, shundaq hikoyalar qiziqadigan, anglashni xohlaydigan do'stlar ko'p bo'lib qolsa, buning keyinga men yana davomli bayardigandek Savdoy xotirasi, Dora, O'rdak komediyasi, Taqdim Bag'din hikoyalar qatorliqlarni davomli to'liqlab yo'llab berishga men tirishman. Darsxonning ismini piyonchiga ayrim qoldirib qo'yman. Faqat topamaganlar qadi kitobga undidorimni yozsanglar piyonchi chiqadi. Men xat yozsanglar sizlarga yo'llab bersam bo'ldi. Rahmat.